Telegramda облачный parol tutamiz, настройкаga kirib olamiz va bu yerdan ключ ko'rsatib qo'yibdi. Mana qulflash unga kirganimizda облачный parol deb qo'yibdi. Agar siz облачный parol qo'ysangiz, sizni telefoningizni kimdir Telegramingizga vuzlon bo'lib kirsa ham, mana shu облачный parolni bilmasa, nima deydi, kira olmaydi ichkarisiga. Ochgani bilan parolni bilmaganligi sababli ochib, sizning сообщениялаringizga yo biror kontaktlaringizga yoza olmaydi. Shuning uchun mana shu облачный parol deydi, ikki taraflama ключ deydimi, nima deydi, ana shuni o'rnatib olish kerak. O'zingizga ham ma'qul parolni yozasiz, bitta katta bilan harf parolashi va daleni bosasiz. Saqlanib bo'ladi, faqat bu parolni esdan chiqarib qo'ymaydi. Chunki keyinchalik o'zingiz yana Telegram boshqa telefondan yoki notebookdan ochayotgan vaqtingizda mana shu parolni so'raydi kirish uchun. Agar mana shu parolni tera olmasangiz, o'zingiz ham kira olmaysiz Telegramga. Va bu yerda yana pochta yozish kerak. Mana har ehtimolga qarshi tiklash uchun SMS xabarnomalar mana shu gmailingizga boradi. Shu sababdan pochta gmailingizni ham iloji boricha shu yerga kirgizib qo'ying.